O'zbekistonda Navis tom yopish ustachilik xizmatlari necha puldan boshlanadi? Vodiylik ustakalarimiz 5-6 kunda 100 kvadrat joylarni bitirib ketyapti ekan. Assalomu alaykum. Kvadrat metri aka buni hozir 320 ming so'mdan bo'lyapti. Mana shu 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, necha pul ketgan shu yerga? 100 kvadrat bo'lsa aka 320 mingdan 32 million pul bo'lgan. 32 million so'm pul bo'lgan. Bonusiga nima bo'lgan aka bu yerda? Bonusiga bu kachalarimiz mana bonusi. Ha, bu bog'cha bo'lgani uchun bitta kachalar bonusi bergan. Bonusi. Yo'q, aholiga ham 100 kvadratdan oshiq 100 kvadrat bo'lsa kachalar bonusimiz bor aka. Agar tom yopish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, srochniyga tom yopish kerak bo'ladigan bo'lsa, necha kunda bitirib bera Tomga olasiz? ham xuddi shunday qilib yopib ber deydigan bo'lsa, endi tomga jinday qalinroq material ketadi aka. Bundan ko'ra narxlari jinday balandroq bo'ladi. Uni kelishib telefon qilsa yopib beraveramiz aka. Hozir bu necha qavat bo'ladi aka? Bu aka shumkali naves 3 sloy bo'ladi. Birinchi sloyiga faneramiz mana. Ikkinchi sloy o'sha 3lik ili 5lik falgamiz. Bu yozda issiq o'tkazmaydi, qishda esa sovuqlarni o'tkazmaydi, nima desa? Sovuqda ham o'tkazmaydi. Sovuqda ham o'tkazmaydi, ha? Endi atrofga shovqinni, shunni yutar. Yo'q, yomg'ir tovushlarini ham o'tkazmaydi-da. Yomg'ir tovushlarini ham o'tkazmaydi. Xullas, mana shuni qurib bitkazishga 10 kun vaqt ketdi deyapsiz-a? 10 kun vaqt ketdi. O'ta katta. Nechta gruppalaringiz bor, ustoz? Endi hozir bir 2 ta 3 ta gruppa bo'ldik. 320 ming so'mdan boshlanar ekan. Endi agar uyda tomlari bo'ladigan bo'lsa, yana kelishlarda uyda tom bilan buni tomni farqi bor ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Pastda telefon nomerlarini qoldirdim. Telefon qilib ustachilik xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. 10 kun, 5-6 kunda katta obyektlarda tugatib berib ketishar ekan akalarimiz. Hozir bu yerda Samarqand Pazdarg'omdagi bu katta bir bog'chani Navisini yopib berishgan ekan akalarimiz.